Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. 2026-yilda Nerjavekadan perilla qilish necha pulga tushyapti degan aka-ukalarimizga usta akamiz bilan gaplashib ma'lumot beramiz. Aka, Nerjaveka perillarimiz necha puldan bo'lyapti? Eng arzon fasollari, eng qimmat fasollari shu haqida ma'lumot bersiz aka. Assalomu alaykum. Shu fasollarimiz 430 ming so'mdan bo'lyapti. Eng arzoni 230 ming so'mdan boshlanadi. 100 dollar, 200 dollarga ketaveradi patologiya. Bu yoqqa tanlashiga, fasonni holatiga qarab turib qilib beraveramiz. Qimmatidan degani qimmatidan, arzon degani arzonidan katalogimiz bor. Murojaat qilsa tashlab beramiz. Telegram, WhatsApp, imolarga. Tushunarli aka. Hozirgi shu xonadonga qalangan endi Nerjaveka perillari necha puldan tushdi? Mana nima deb ataladi bu nomi? Bu fasonimizning nomi balasina deyiladi. Hali sharlarni qo'ymadik, mo'ylari bor. Zol suvlar qo'yganimizdan keyin yanada ochiladi, chiroylilashadi. Bu fasonimizning nomi balasina deyiladi. O'rta fason bu, skromniy fason. Bachkin emas. O'ta nima emas, oddiy emas. Qimmat ham emas bu. Bu 450 ming so'm fasonimiz bu. Materiallarimiz qalin, oylik garantiyasi bor. Xizmat servisiga-yu, joylamashiga xudo xolisa garantiyamiz bor. Kafolatnomalarimiz bor. Xudo xolisa chiroyli qilib beramiz. Qayerlargacha xizmat ko'rsatiladi aka? Endi xudo xolisa O'zbekiston bo'ylab Vodiy, Namangan, Andijon, Qo'qon, Farg'onaga bir xil narxda. Vodiy bo'yicha Perevod u yoqlarga boshqa narxlarda. Narxlar o'zgaradi. Ya'ni masofa uzoq bo'lgani sababli narxlar o'zgaradi. Agar misol uchun Toshkentdan yoki Sirdaryo, Samarqand shu joylardan bir ko'proq chiqadigan bo'lsa, narxlarni kelishtirib berasizlarmi? Ha, kelishtirib beramiz xudo xolisa. Ozroq metrlarga bora olmaymiz, 20 metr, 40 metrlarga boramiz. Tushunarli. Yaxshi aka. Kelishilgan holatlarda boriladi. Ma'lumot uchun rahmat. Mayli, charchamang aka.